Adam bu hayotida bir qitim tashlanib beqish kerak ekan. Shu chaqdalar o'zini topalaydi ekan. Bir qitim chetga qiqilgan hissiyotni boshdan o'tkazib beqish kerak ekan. Shundalar yaqinlarni qaytadan taniydi ekan. Hayotida bir qitim qabul qilinmag'idek hijronni tatib beqish kerak ekan. Shu chaqda yurak ketishning nimaligini biladi ekan. Bir qitim qarzga bo'g'ilib beqish kerak ekan. Andin yurakda g'oyib bo'ladi ekan. Sinab beqish kerak ekan. Ba'zilardan pul so'rab, ba'zilardan ko'ngil so'rab. Shu chaqda tanlaganlarning to'g'ri xatolig'iga hukm chiqara oladi ekan.